Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, yer yuzida Alloh deydigan odam qolmagan kuni qiyomat bo'ladi. Qiyomat yomon odamlarning ustiga qo'padi. Ba'zi odamlar duo qiladi-yu, nima deb duo qiladi? Dunyo turguncha turginda duo qiladi. Bu duo emas, bu qarg'ish bu. Dunyo turguncha turmaylik iloyo. Vohliroq ketib olaylik iymon bilan. Dunyo kofirlarning ustiga tugaydi. Alloh kalimasini aytayotgan odam qolmaydi yer yuzida. Keyin qiyomat bo'ladi. Bundan nima kelib chiqadi? Har bittangiz shahodat kalimasini takror qilar ekansiz, qiyomatni to'xtatib turgan odamsiz. Maqomingizni qarang qanaqa katta. Siz shahodat kalimasini aytar ekansiz, juda katta maqsadning ustida turgan odamsiz. Dunyoning pasangisisiz. Tarozini ushlab turgan odamsiz. Siz buzilmang. Siz buzilsangiz butun dunyo buziladi. Chunki zotan dunyo buzuqlar bilan to'lib yo'q. Ozgina mo'minning Allohga bo'lgan ibodati sababli Alloh taolo yer yuziga rahmatini nozil qiladi.